Assalomu alaykum akalar ukalar. Bugun 24-yanvar 2026-yil Texnologistlar korxonasidan Viamar XN75L avtomat korobka ekskavatorimiz Farg'onaga, Iqboljon akaga sotildi. Har doimgidek yuklab, tayyorlab qo'yilgan asboblari. Bu yerda mana qo'shimcha komplektlarni hammasi bilan tanishtirib akaga topshirdik. Aka, Assalomu alaykum ko'padoshlar. Mana bugun Viamar texnikani oldik. Allohga shukr. Bu ikkinchisi bu. Mana shu o'g'ilchalarga xudo xolasa bittadan bo'ldi. Uzoqdan hammaga nasib qilsin shuni texnikalar. amin. Aytganingiz kelsin. Olganlar qand oyesin shuni. Aytganingiz kelsin. Rahmat ko'p Rahmat ekan. sizlarga. Ishingizga rivoj. Bu yerda bu akamiz haydinglar shu texnikani, mana yangi texnika oldim deb xursand bo'lib turibdilar akamiz. Zo'r texnika. Ikkinchisini oldik mana. Aka, rahmat sizga ham. Kimga shunaqa texnikalar kerak bo'lsa aloqaga chiqib qo'rasizlar akalar. Viamar XN75L avtomat korobka ekskavatori.